Qani. Qani qizim. Ay, qizimiz uydan tunji qatim ayrilishi. Uni ustiga qiz bola emasmi? Onasi ansirab, endi o'z ko'zinglar bilan berib, bir ko'rab kelsanglar deb evatgan. Voy, pek yaxshi bo'pti. Ko'zingiz bilan ko'rib ketganingiz yaxshi. To'g'ri. Bizning mush bolalarimizdan boshqa nimani isbodaysiz? To'g'ri. Shu bolalardan ansiraydi ekanmiz. Shunda. Bir qizim bor. O'qiyasin, shahar ko'rsin deb. Shu yo'lga sap qo'ygan. Undan bo'pti. O'qiganga yetamdi. Shu bizmo dastlabda mush uy tug'inni damol onglis qonda o'ylab qolar deb ansirab qoldik qara. İnsançılıkta hem de şu bir-birimizge Allah'ını topşırdık. Voy, shundoq. Bo'lmasa bu o'zi nayt chechen qiz bola. Bek chechen bu. Voy, bek chaqqan. Voy, chaqqanligidan-chi bizning oilga hammamiz amroq bu jimga. Sizlarni ko'p avar qildik. Biz o'zimiz amroq, o'zimizning balasi bo'lsa bu. Parvar. O'ttamay tomoqni vaqtida tayyor qilib qop. Hoy, ma'qul aka, ma'qul. Qizim, sen mi yerdin? Ben yerden şey. Qani çaylan. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lsiz? Uy bo'lish shirkati? Kimni izlaysiz? Direktor nima? To'xtang, direktor. Telefoningiz. Ha? Ha. Hey. Hozir bora ya. Bunun ikkinchi bo'lsa, yangifinim ko'ranglar. Ha? Uy setmoqchiman. Qanday? Bunim dadamni do'konat qilaydiganman. Ay, yaqay. Uydan ko'chib chiqib ketmassiz? Sizning buni bilishingizning nima hojati? Kechir. Oy. Ben yerden şey. Ha, bo'ldi balam. Dadingiz aram bir kelganda, dadingiz g'amravab o'tiravera, o'zim qilma. Ama Ha? ben chiqib olsam bo'ladimi-ki? Voy. Ha, beravering. Akam bilan men bo'lgandan keyin dadingizdan xotirjam bo'lib chiqib beravering bolam. Ma'qul. Amsi men dadam bilan tag'amga deb qo'yay. Ha, ma'qul deng. Oğlanza aşında bo'ldi qara. Tag'a. Men tushdan keyin ishlaydim. Ishqimni yurayim-ki. Ha? Men siz bilan birga chiqay bolam. Chiqib yotoq qurishib turay. Yotoq qurilishadi degan qanday gap? Uy tursa? Yo'q. Rana sizlarni necha vaqtni chiq avar qildi. Bu Rana degan o'zimizning balasi. Biz ham urug' tuqqan bo'lib qoldik. Bola, siz dadingizni ansirmay ishingizga beravering. Bizda chiq paramiz bor qiladigan, ha? Yo'q. Bunda qilsa qanday qilib bu? Ma'qulda. Unda qilsak bo'lmaydi. Bu yotoqda yotgan degan qanday ishga u? Men. Ya bo'ldi. O'zingiz emas bakın. Nurg'un gap deyishimizga bo'lmaydi, undashimizga bo'lmaydi. Men bo'lam. Men kattaman. Ha, qo'sh. Yo'lni qarabman, ha? Qani chaylan. Direktor, keldingizmi? Kim bo'ldi? Sizlar zaten nima suiqasd qilasizlar? Suiqasd? Dadam meni hozir chaqirib, to'yining kechiktirilganligini aytdi. Nima? To'yni kechiktiribdimi? Sizningcha men bu ishlarni sizning qilalig'ingizni uqmay qolamanmi? Ha? Men bilalabdimanmi? Bu ishlarni siz rost bilmamsiz? Yo'q. Sizning o'ylamoqchi bo'lganligingizni liderga men aytgandim. Meningcha lider bu ishlardan cho'qim xabardor bo'lish kerak. Dastlabda bekatchiga keldi. Qaraganda achchiq yenib qolgan o'xshaydi. Direktor. Meningcha Aminadan bilan lider to'y qilsa baxtli bo'ladi. Qaraganda lider sizni bekli yaxshi ko'rdi ekan. Endi qanday qildik?
Restoranlarni bekitib bo'lgan tursak, bag'oqlarni taqib bo'ldik. Endi bu to'yni qanday amalga qoldiramiz? Liderning to'yi. Kim bo'ldi? Dadamning to'yi davomlashyapti. Nima? Bo'lmasmiki? Lider odatda qarorini osonlikcha olmaydi. Bu ishga bir narsa deyamayman. Siz dadamning qo'shida 8 yil ishlagan-ku. Bu ishni qanday bir taraf qilishni menda undan bilsiz. Bu ishlarni o'zingiz bir taraf qiling. Men eng yaxshi aralashmay. Şu bayaqı uyning oldidagi do'kon shu. Bola necha? Bola 3. Abaya silni akab qo'yg'ini ash bolaning kichigi. Umi cho'ngib qoldi. Hozir mush bir talla bozorda ishlayotdi. O'zi shok. To'laroq gap qiladigan. Ahkomal aqlli bola bo'ldi. Uni cho'ngimi o'g'il. Uni akisini shu kichik vaqtidan tortib bir doktor bo'lgan deb arzu qildim. Doktor bo'ldi, yaxshi doktor bo'ldi qarang. Hozir shu yerda, bu shaharda bir cho'ng doktorxonada ishlayotdi. Cho'ng qiz. Bu bola bir shirkatda bir nima mas'ul bo'lib ishlayotdi deyman hozir. İşlab yurdi. Obdan ke, ana altındek ish bolalari bor ekan emasmi? Qizning bolasi qancha kirdi? Xislat. Niye bir tran? Direktor, birinchi pamti. Sizningcha ben qanday qilsam bo'ldi? Meningcha, jur'at bilan yaxshilashib qiling. Ikkilar birlashganda hamma ish shunchalik oson bo'ladi. Bo'ldi. Jur'atga telefon qilaman. Ishxon kelsin. Direktor, men choyxonaga o'rlashtiray. Bunday ishlarni ishxonaga qaraganda choyxona paranglasang yaxshiroq. Mayli. Siz chiqmish ishlarni o'rlashtiring. Bo'ldi, direktor. Yaxshimisiz? Men Po'lat direktorining katibi Xislat. Po'lat direktor siz bilan ko'rishmoqchi. Bugun kechki tomoq vaqtida vaqtingiz chiqarmi? To'yni ishini maslahatlashmoqchi ekandik. Meningcha har ikkilanlar cho'nglarning baxtli bo'lishini orzu qilsizlar. Bo'ldi, ma'qul. Men yetkazib qo'yay. Rahmat sizga. Unutkan parası kantarını da hiç kaptılar. Şimdi de aslında doktor öksüz okuyup kaptılar mı? Hazır ekmek olarak ya yaşımda. Hazır bu çok kilometre. Hayır. Ben ne yapsam doktor han başına kasken dedi var. Şimdi de siz şuna mı gel? Baş kızlarla olmaz burada Polat diye bu hiç kimin etmek var mısın? Görüşürüz.
Voy balam, acaba baldırlı qaytib kepsiz go. Dadam keldi emasmi? Baldırak istmiştim. Ay, boptu. Keling hamsa. Qo'limni yuvib chiqay, ya. Ha, ma'qul. Keldingizmi bolam? Keling. Bu mening cho'ng qizim Xislat bo'ldi. Oylik shirkatda ishlaydi. Bolam. Ra'noning dadisi. Tomoq yedingizmi? Yedim. Ha, bo'pti. Qizim. So'ngkidagi ishirgina aslandi, akla. Qani, choy ichgach o'tiring. Quruqma kelib qoldim. Bu bizning bog'ning mahsuloti ya. Sizlarning bog'ning yangi o'xshamamdi. So'qmoq qismidek yaxshi. Voy, quruqni kelibamay, nim avarib jirav etdingiz. Shundaymi qarang, quruq keldim. Biz bu quruq kelaveratdingiz, xijil qilib qo'ydingiz-da. Rahmat. Mana chiqayamsa. Voy, nega? Bu kechini yutib ketmaydigansiz? Yo'q, endi menda bir necha kun turib qolganimda qilib turibman. Shunaqa chiqib, bu yotoqlarni bir o'rlashib. Yo'q. Biz yotoqning gibini qilishib yursak bo'lmaydi, urug' tuqqanda ko'p qolgan adam. Uyimizmi? Cho'ngimizmi? Siz topsiz. Nani qalasangiz shu yerda yetavering qarang. O'yla, cho'lka. Lekin bu yer poqamiz. Yo'q. Unda bo'lmaydi. Qarang, o'rib odatimizga to'g'ri kelmaydi. Uyda yetib qilavering, mo'da shu, yatmas. Voy, shu, akam yolg'iz tursa hamrohsiz emasmi? Shu. Aqldan. Set bo'laman. Yo'q, o'tiravering. Ayrıcampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayricamp. Qalğaç markalı sopun paraşogi vətib erkin çıxırısı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Mən Dilkan Xalqara Soda çekiliş şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Pilat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Jar qizim. Sen ko'p charchab ketding. Uyga qarmali. Sizning charchab qolma. Yaxshiroq qarangchi-mi? Xotirjam bo'l. Yo'lda diqqat qilarsan. Keldingizmi? Ahvol qandaroq? Öpkisi yallig'inib qoldi ekan. Shunga qizitib qolgan gap. Hozir hali yaxshi. Siz bek javob tatib ketdingiz. Chiqib birdan armada bo'lamsiz. Men qarg'ash turay. Ma'qul. Chapata atilgan bo'ldingiz. Yo'q, hech qis yo'q.
Kesle. Bu şu benim hocam. Sizin bir şey yetivesler. İkimiz ne oldu şu? Ma'qul. Silini ve köp avar qilgan bo'ldik chumar. Yo'q. Mehmon degan uyning berkit emasmi? Men yastab tashlab beray, ha? Aka. Uyg'ondingizmi? Hozir shu qandaroq. Yalnızlık acizlik etibdi. Ben hazırlık çıkıp seslerine orlaştıray. Sizge kuvvet okul esip olsun. Siz başka işlerden ensirmeyin. Yaxşı aramayın. Cesur. Biz nasıl bu şartlarla ayrılıp gidelim bu? Oy. Oy. Qandayroq uxlablar? Yaxshi, unda shunday yaxshi uxladim. Lekin bu o'rnim o'zgarsa, ozroq qiynalib ekanman. Undaq kanda ko'nib ketdilar. Bu uy o'zlarining uyidek o'ylasizlar. Deganda, chiqib ketdilar. Bir ancha-muncha talan cho'g'liga non kirdi. Jusslar mashq qilamiz. Vaqtimiz bir to'xtab qolgan bo'lsin deya yaxshi bo'ladi ya. Qiziq ishjon. Chaqiraq sizdan saqlayib ketasiz. Hayatning o'zi bir san'at.
Vakit bir ölçem. Çeklik hayat, çeksiz tanlaşlar cemgayi. Aşu çeksizlikler içinde huzur tüygüsü etken şeyini tanlaşның özü bir huzur. Huzur hem kuvvetning mujassimi, huzur tüygüsü etken şey. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq taloliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırırsın. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Bu Atarsız film işligice uçurgan kıyımçılıklarımın ayet köp, hoşalıklarımın ayet köp. Atarsız filmini biz 6 ay vaqt içinde işlep bitirdik. Rejissörlar gruppası olsun, artistlar gruppası olsun ve yaki her qaysı tarmaqlar biz naydı cefalık halatda işlep tükettik. Lekin pek köngüllük boldu. Biz 6 ay jarayonida bir-birimizdan shunchaki yaxshi chiqishib o'tdik. Abdulla akam bo'lsin, Haybladan bo'lsin va boshqa ustozlarimiz bizga yaqindan yordamda bo'ldi. Bilmagan yerlarimizni ko'rsatdi. Rejissor akamiz Islomjon akam yetarsiz taraflarimni ko'rsatib berdi. Bir o'rganish, bir yaxshi bir fursat bo'ldi. Qiyinchilik kelsak, mening eng esimda qolgani 5-6 ay bo'lay degan vaqtlar bo'layman. Men hisobda pek haddidan ziyoda charchab ketganlikdan aylanib tushdim. Hisobda kuniga 2 soat, 3 soat uxlab ashundoq ishildik. Bu kinoning ichida 1980 maydon ko'rinish bo'lgan bo'lsa, mening ko'rinishlarim 1890 maydonganda hamda 100 maydonda yo'q ekanman. Shundoq ishlash jarayonida bu 6 oyning ichida men faqat 2 soat, 3 soat uxladim. Behjapalik ishildim. Lekin o'zim yaxshi ko'rib, o'zim tanlagan bir kasb bo'lganligi uchun shunchalik yaxshi ko'rdim. Qiyinchiliklar ko'zimga ko'rinmadi. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan toshqa. So'm shundoq kuyunidi ekan bu bola. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'im kelmoqda. Yaqay asa. Hozircha qilib o'tirmizmi? Nima qilmagan? Ben o'lib ketsam, sen bu uydan bir qadam ayrilmaysan. Voycha, bular dada. Oyabey aralashmayna qo'yib qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, nashtangizni qiliblar. Of, dada, qusqum oshmidi. Nimada ishtimiz chiqsa? Voy dada, nimada adabsizlik qilasiz? Qildimmi? Voy, acha. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalışacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, nemisidan balang bu. Burada. Ayya. Oğlanım yığılamdı. Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan o'ylas bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Bana gözünüz açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük
Keymus yütsülen yaşaşma İnatlık gevheri kaldı Kızbamı asraşma İnatlık gevheri kaldı Şit kızbarma asraşma Yarındaş var mı asraşma Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Çilger gülnün Tikini birge Güzel bu yüzüde Dal bulsun o ay Çilger gülnün Tikini birge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Her türlü memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige Okşaşla kiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxittur, baxit kanaat Esindin ketmisin şu oddiy savat Kısmetler hemmige okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Her türlü memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige okşaşla kiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxittur, baxit kanaat Esindin ketmisin şu oddiy sabat Esindin ketmisin şu oddiy sabat